Aziz teletomoshabinlar, sizning savollaringizga batafsil javob olish maqsadida Omon Hajayevning shogirdlari Jo'rabek Erkinovichga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Jo'rabek aka, bizga bel grijasi va uning asoratlari haqida ma'lumot bersangiz, marhamat. Bel sohasida osteoxondroz mana shu statistik ma'lumotlarda ham eng ko'p uchraydigan va asoratlar bilan yuzaga keladigan kasallik. Osteoxondroz kasalligi asosan umurtqalar orasidagi disklarning yemirilishi va shu hisobidan orqa miyadan chiquvchi periferik nerv ildizini qay darajada zararlanishi bilan yuzaga keladi asoratlar. Asoratlar demak turli xil yoshlarda turlicha holatda og'ir yo yengil ko'rinishda o'tishi mumkin. Erta tashxislangan asoratlar bular hali orqaga qaytarish imkoniyati bor, tuzatish imkoniyati, kechki bosqichlarda bunday asoratlarni orqaga qaytarish imkoniyati juda ham kam bo'ladi. Osteoxondroz kasalligini 3 bosqichda kechadi deyapmiz. Birinchi bosqichida umurtqa orasidagi disklarda degenerativni distrofik o'zgarishlar natijasida yemirila boshlaydi. Bu ham o'z navbatida o'sha mahalliy og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni u qaysidir orqa miyaga keluvchi aksional uzun nerv tolasini ezib qo'yish shart emas. O'sha mahalliy u yerda simpatik, parasimpatik tolalar ham bor, o'sha mahalliy nerv ildizlari ham bor. Shularni qay darajada zararlanishi bilan og'riqlar yuzaga keladi. Demak, osteoxondroz dastlabki bosqichlarida bel sohasidagi og'riqlar, ko'p o'tirganda yoki ko'p tik turganda beldagi achishishlar, og'ir biron bir buyumni ko'tarib qo'yganda, mana shu holatlarda o'tkinchi og'riqlar bu osteoxondroz boshlanishidan. Keyin asta osteoxondroz ikkinchi bosqichida protruziyalar bosqichi deymiz. Mana shu umurtqa orasidagi diskda ikki xil tarkibiy qismi bor. Uni demak ichida dildirof pulpozni yadrosi va uni sirtqi qobig'i cho'ziluvchan elastik fibrozni kalsos. Demak, osteoxondroz bo'lganda mana shu pulpozni yadro bilan fibrozni kalso mo'rtlashib, sekin-asta yupqalashib, mana shuni yupqalashgan qobig'i shisha boshlaydi. Buni grijaga tayyorgarlik bosqichi deymiz. Agar shu bosqichda o'z vaqtida oldini olinsa, mana shu shishib turgan fibrozni kalsosi yorilmasdan orqaga yana qaytishi mumkin. Mana shu qobig'i tiklanishi mumkin. Bu bosqichda endi ba'zi holatlarda umurtqa kanalidan chiquvchi foraminal teshik tor bo'lganda yo anatomik umurtqa kanali tor bo'lganda, qachonki bir nerv ildizida yallig'lanish jarayoni ham qo'shilganda, buni og'riqlari biroz ustunroq qilib, mehnat faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Qiynovchi og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. 3-bosqichida grija bosqichiga aylanadi. Bel sohasi uchun biz 3 mm dan katta bo'lgan protruziyani grija deb hisoblaymiz. Demak, 3 mm dan katta hosilalar grijaga aylana boshlaydi. Kimdir aytishi mumkin, chap oyog'im og'rib tortishadi, kimdir o'ng oyoq. Orqa miyani himoya qilib turadigan umurtqa kanali bo'lsa, ichida suyakdan himoya qilib turadigan bu yerda bo'ylamlar ham bor. Ko'pincha mana shu bo'ylamlarning orqa qismi biroz qalinroq, biroz mustahkamroq bo'lganligi uchun faqat old sohasidan mana shu yorilgan disk ichidan yadro chiqarmaydi. Ko'pincha yo o'ng tomon yo chap tomondan chiqishi mumkin yorilib. Bu o'sha qaysi tomonga keladigan nerv ildizini ko'proq ezib qo'ysa, shundagi klinik belgilar yuzaga keladi. Kechki asoratlarda nerv ildizi shikastlanishi ko'proq davom etgan sayin, demak, asosan mana shu yerda orqa miyadan chiquvchi tolalar to'qimalarni asosiy funksiyasini, ya'ni bosh miyadan keladigan buyruqlarni yetkazib, uni funksiyasini bajarishdan tashqari, mana shu oziqlantirish funksiyasi ham asosiy muhim rol o'ynaydi. Bunday zararlangan holatlarda ba'zi payt oyoqdagi tuklar to'kila boshlaydi, teri rangi o'zgarishi mumkin, oyoqda ozish alomatlari paydo bo'la boshlaydi. Bir xil harakat qilganda o'sha qaysidir ko'p zararlangan nervdagi oyoq birinchi toliqib qolishi mumkin. Bora-bora oyoqda sovish, ya'ni tana teri haroratini ushlab ko'rsak normada turadi, lekin shunaqa sezgi hissiyot oyoqdagi sovuq qotish hissini berishi mumkin. Oyoqda mana uvishib karaxt bo'ldi deydi ko'pchilik. Bu holatlar shu radikulopatiyalar deymiz, ya'ni orqa miyadan chiquvchi nerv ildizini o'zini normal funksiyasini bajara olmayapti. Bu erta asoratlar. Agar radikulit bo'lsa, it qo'shimchasi qo'shilsa, mana shu yerdagi nerv ildizida yallig'lanish jarayoni qo'shilsa, bu kuchliroq og'riq bilan namoyon bo'ladi. Kechki asoratlar asosan demak bu chanoq a'zolari, ya'ni kichik chanoq bo'shlig'ida bo'ladigan funksiya buzilishlari bemorlarda, demak, disk grijasi asoratlanganda panjalarni qisman yoki to'liq falajlanishi, mana ba'zi holatlarda oyoqda tutganda mana oyoq bir tomondagi panjasi osilib qoladi. Oyoq kiyim kiyganda oyoqdan tushib ketishi mumkin, yozgi oyoq kiyimlar va oyoqni o'sha sezilarli darajada ozib ketishi
va ba'zi holatlarda agar yuqori segmentlarda orqa miyaga taalluqli orqa miyani ezilishi bilan bog'liq holatlarda patologik reflekslar, ya'ni klonuslar paydo bo'lishi, bular demak kechki asoratlar. Ba'zi holatlarda bizga bemorlar murojaat qilib kelishganda mana shu oyoqdagi qisman yo to'liq falajlanishlar, ya'ni kechiktirilgan asoratlar bilan ham kelishadi. Biz bunday holatda buni to'liq tiklashga va'da bera olmaymiz. Lekin misol uchun bosqichma-bosqich davolab yurilsa, shundan-da bo'lib chiqadigan yomon holatlarni oldini olish va qisman yordam berishga harakat qilamiz. Bunday holatlarda masalan kechiktirilgan asoratlarda agar oyoq falajlanish asorati bergan bo'lsa, jarrohlik amaliyoti qilingan taqdirda ham buni tiklanish imkoniyati kam. Shuning uchun bunday holatda jarrohlik o'tkazish shart emas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Men Toshboyeva Masturaman. Nima bezovta qiladi sizni? Mana shu oyoqlarim, grijam bor, bo'ynimda, belimda, ikkala oyog'im, ayniqsa chap oyog'im mana. Necha yildan beri bezovta qiladi? 30 yildan ko'p bo'ldi endi oyog'im og'riganiga. Lekin lechena olib unaqa bo'lmasdi. Mana bu 3-4 yildan beri shu grija ham qo'shilib, endi avjiga oldi-da. Qattiq og'riyapti. Qattiq og'riyapti. Kelganingizda qanaqa edi ahvolingiz? Shu hassa suyanib keldim. Hozir mana bugun 4-kun. Marhamat, hozir zarbali to'lqinli terapiya amaliyotidan so'ng yana bir yurishingizni ko'ramiz. Mana. Ya, ko'z tegmasin. Ya, qoyili. Ya. Bu muolajani ikkinchi marotaba qabul qilishingizmi? Ikkinchi marta. Birinchisi bilan ikkinchisini orasida nima farq sezasiz hozir? Birinchisida rosa qiynaldi. Og'riqlar kuchli edi. Hozir inchalik ana shu muolajani kamida 8 ta 10 ta olish kerak deyapmiz. Demak, har safar mana shu yerdagi triggerni tugullar, zaxirada qolgan mana kollateral tomirlar bo'ladi. Bizda qachonki kerakli vaqtda ishlaydi, shu tomirlarni ko'zini ochyapmiz-da biza. Bu yerda mahalliy qon aylanishi yaxshi bo'lyapti. Endi tuzlarni erityapmiz deymiz-ku. Mana shu narsa mana har gal olganlarida mana shunaqa yana qo'shimcha natija beraveradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Tojikistonlik To'razovdan Nazarman. Nima bezovta qiladi o'zi? Meni shu dumg'uzam ochilmaydi. Dumg'uzi ochilmaydi. Shu sonda mana bu oyog'im bosolmayman. Yurish jarayoni juda og'ir. Bu yerga kelib yana Toshkentda MRT qildirdim. Yangitdan avval 2 ta grijam bor deb yurardim. Bu yangisi ham paydo bo'libdi, o'sha 3 ta bo'libdi. O'zi kelganingizda qanaqa edi ahvolingiz? Kelganda shu mana shutgacha biron endi sanab yursa 10 qadam yurmaganman. Hozir qayeringizda asosiy og'riq bor? Asosiy mana shu. Hozir mana shu og'riqlaringizga zarbali to'lqinli terapiya muolajasini sizga mana shuni o'tkazib ko'ramiz. Yana marhamat. Mana muolajani o'tkazdik. Asosan mana shu Chillik panjalarda. Demak, qani zarbali to'lqin terapiyadan so'ng bir holatingizni ko'raylikchi. Og'riq yo'q. Oldingi holat bilan hozirgi holatni bir solishtirib aytib beringchi bizga. O'zgarish sezyapsizmi? Hozir mana shu muolajalar o'tguncha ham shu son qismda 2 ta nuqtada shunday kuchli og'riq bo'ldi. Muolaja jarayoni. Muolaja jarayonida yo'qoldi. Tarqalib ketdi. Yo'q, hozir mana yo'q. Oyog'imda ham 3 ta mayda chilliklarim karraq hech narsani sezmasdi. Mana shu og'riqlar hozir muolaja paytida og'ridi, mana hammasi tarqaldi. To'biqda keyin, to'biqdan pastdan ham mana hozir yo'q. Ancha yaxshi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Men Qumrxon Andijon viloyati Buloqboshi tumanidan keldim. Nima bezovta qiladi sizni? Shu oyog'im, chap oyog'im og'riydi. Aniqroq ayting, tizza bo'g'immi, oyoq bor bo'yiga? Bo'g'imdan og'riq asosan? Ha, tizza bo'g'imda, mana unda ham bor, ikkinchisida 3 yil, 4 yil bo'lib qoldi. Davolandingizmi? Davolandim o'zimizda. Lichenalar oldim, bo'lmadi. Shu yerga keldim. Birinchi marta kelishingiz? Ha, birinchi marta kelishim. Bugun 4-kun. Qanaqa ahvolingiz hozir? Yaxshi, yaxshi. Sezildimi? Ha, yaxshi. Belimda grija. Bo'ynimda grija. Guldasta bo'lib kelibsiz-da kasalliklarni. Ha.
Endi hozir mana kelgan kuningizda birinchi ahvolingiz va hozirgi mana 4 kundagi o'zgarishlar sezildimi? Qanaqa bo'ldi? Shuni gapirib bering. Yaxshi. Birinchi kelishimda oyog'im rosa og'ir edi, chap oyog'imda og'riq ko'p edi. Ikkinchi kuni zarba 4 kun oldim. Shunda ham hili yaxshi bo'ldi. Endi sezildimi? Sezildi. Bemorimiz chap tizza bo'g'imi 3-bosqichda tizza bo'g'imi osteoartrozi. Haqiqatdan 3-4 yildan buyon qiynalib, turli statsionar, ambulator sharoitlarda muolaja olib kelyaptilar. Natijasi yaxshi bo'lmayapti. Jarrohlik amaliyoti ham taklif qilishdimi? Ha, jarrohlik amaliyot ham taklif qilishdi, men rozi bo'lmadim. Imkon qadar endi tabiiy usulda harakat qilib ko'ramiz. Xudo xolasa 3-bosqich siz bilan birinchi kelganingizda ham buni tushuntirdik. Birdaniga bitta muolajani o'zida bo'ladigan ish emas. Biroz vaqt yo'qotilganligi sababli demak bosqichma-bosqich davolab beramiz. Qani hozir bir yurishingizni bir ko'rsatib beringchi. Shu oyog'imda ko'proq. Chap oyog'imda. Ko'proq bo'lgani bilan o'ng tarafni uncha yaxshi ko'tara olmas ekansiz-da. Shunaqa, bularda mana shu o'ng oyoq panjasida oyoqda o'sha qisman falajlanish holati bor. Mana oyoqda tovonda yuring, oyoq uchida yuring degan mashqlarni bular qila olmaydilar. Buni boshlamaydi. Ko'p yillardan buyon mayli bunga men hozir ko'nikkanman, ilojim yo'q boshqa deylar. Baribir bu hisobga olib biz muolajalar qilyapmiz. Ko'proq tizza bo'g'imida muolajalar amalga oshiryapmiz. Yurishingiz oldingidan ancha yaxshilandi. Yaxshi. E'tibor qilasizmi? Mana og'riq qachon kuchayadi? Tinch holatda ham bormi yo faqat qanaqadir yuklama, harakat paytida? Yurganimda. Faqat yurganimda uzoq yo'lga yursam. Mana yuqorida aytganimizdek, demak 3-bosqichda mana shu bo'g'imda strukturalarida morfologik o'zgarishlar kuchayib, yirik va mayda osteoartritlar mana shu yurganda og'riqlarni kuchaytirishi mumkin, ishqalanish hisobidan. Marhamat, hozir zarbali to'lqin terapiya amaliyotini o'tkazib ko'rsak, so'ng yana bir yurishingizni ko'ramiz. Xo'p. Aptekuda. Muolajadan so'ng o'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Ha, yaxshi. Qani bir yurishingizni ko'raylik shunda. Bu oyog'im yaxshi. Yaxshimi? Hozir mana chap tizzada yurganda og'riq sezdingizmi? Yo'q. Yurganda og'riq yo'q. Ancha yengillashdi. Ancha yengillashdi. Hop, belizdagi og'riqcha kamaydimi? Belimda og'riq. Hozir biz faqat tizza emas, mana beldan keladigan nerv ildizi bo'yicha ham ishlab ko'rdik-da. Yaxshi, belimda og'riq yo'q. Yo'q deyarli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Latofat, Jizzax viloyati Forish tumanidan kelganman. Yoshim 35 ta. Bugungi eng yosh bemorlardan birisizda. Ha. Ko'rganimizdan bemorni o'ylamabdi. Bemorga o'xshamaydilar. Nima bezovta qiladi sizni Latofatxon? Mana bel dumg'aza qismidagi grija oyog'imda tomir tortishish, keyin chap qo'limda og'riq bo'lgan. Shularga Jo'rabek akaga murojaat qilganman. O'zingiz bilmagan holatda keldingiz birinchi. Bu yerni oldin televideniya orqali oilamiz bilan kuzatganmiz. Keyin ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turaman ko'rsatuvlaringizni. Shu yerga ishongan holda murojaat qildim. O'ta og'ir holatga kelib qolmaslikni oldini olish maqsadida shu kattalarni ko'rib, shu yoshga yetganda og'ir holatga tushib qolmaslik uchun profilaktika juda ham yaxshi bo'pti-da. Jo'rabek aka, qanday holatlari? Endi holatlari baribir masalani nozik tomoni shu osteoxondroz kasalligi erta yoshda asorat beryapti. Bularda grija aniqlandi MRTda 5 mm, yana 2-3 ta boshlang'ich grija ham bor. Kelganlarida baribir holatlari bundan-da ko'ra biroz og'riqlar kuchliroq, yurishlarda sal qiynalib, kayfiyatlari ham yaxshi emas unchalik. Chunki baribir nima bo'ladi, nima qo'yadi, har bir bemorda buni tabiiy hol tushunish kerak. Qanaqa joyga keldim, nima bo'lyapti, bu savollar qiynaydi baribir. Mana muolajalardan 6-7 kunni qabul qildilar. Xudo xolasa, bu kishi bemorimiz qatnab davolanyaptilar. Endi baribir yotgan bemorda biz kontrolni ko'proq qila olamiz, nazoratini. Lekin o'zlari mana hammasini tushungan holatda bular juda tartibli bemorlarimizdan desak, hammasiga qanoat bilan shu harakat qilib bizga ham yordam beryaptilar. Xo'p, hozir qanaqa shikoyatlar bu? Hozir ahvolim yaxshi. Nechinchi kun hozir davolangan? 7-kun muolajalarni oldim. 7-kun 10 kunlik muolaja menga. Ahvolim yaxshi.
kelganimga nisbatan qolaversa bu muolajalardan tashqari ruhiy holatim ham yaxshi emasdi, tushkunlikka tushganman. Yoshimga nisbatan og'riq bo'lgani uchun qanaqa holat bo'ladi, yaxshi bo'lamanmi, yo'qmi degan savollar berganman bularga ham, qolganlarga ham. Qolaversa shu yerdagi bemorlardan ham so'raganman, qanaqa bo'lyapti deb qiziqib. Hozir kelgan holatimdan ruhiy holatim ham, jismoniy holatim ham yaxshi. Salomat bo'ling. Demak, siz ishonch bor. Mana operatsiyasiz shu kasallikda yengsa bo'ladi. Ketaman degan ishonchim bor.